Xo'p, yaxshi. Demak, bugun 11 darsni boshlaymiz. Bundan keyingi darsimizda o'sha o'tgan safar bergan proyektni kichikroq loyihani topshirasizlar. Ya'ni o'sha o'tilgan mavzular bo'yicha e'tibor berilgan joylarda men baholayman birinchi. Undan keyin bu faqatgina imtihon emas. Men uni sizlarga tushuntirib ham beraman. Qayerda, qanaqa joyda xato qildinglar, nima qilsa yaxshiroq bo'lar edi. Yana bu dars hisobida bo'ladi. Ya'ni o'sha keyingi gruppalarda oladigan haqiqiy jiddiy proyektimizdaqa bo'lmaydi. Chunki sizlarda mavzular soni kam. Chunki endi bir oy bo'lyapti. Shuning uchun shunchaki ko'nikma hosil qilib olish, ya'ni bir oyda nima qildim degan savolga javob berib olish bo'ladi. Va albatta undan keyin shu vaziyatdan qarab davom ettiramiz keyingi holatlarda. Shuning uchun proyektni yaxshiroq topshirishga, yaxshi e'tiborli bo'lishga harakat qilasizlar va mana bu nazariy holatda o'tiladigan darsimizni oxirgisi bu oyimiz uchun va undan keyin ya'ni prezentatsiya ko'rinishida o'tiladigan, ya'ni bu 11 darsimiz va boshqa darslar shu holatga qarab maqolani davom etadi. Hop. Endi bugun sizlar bilan quyidagi mavzularni ko'rib chiqamiz. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni avvalo savol-javob, undan keyin takrorlash qismidan iborat bo'ladi. Darsimiz har doimgidek va biz o'rganayotgan modular structure bor. Ya'ni o'sha struktura bor. O'sha biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan struktura, ketma-ketlik. Albatta sizlarga men dastlabki qismlarini o'rgatib chiqyapman. Ya'ni bu oyimiz uchun mos bo'lgan. Keyingi oyda ozgina o'zgartiradigan joylarimiz ham bo'ladi. Ya'ni strukturani butunlay o'zgartirmaymiz, oralariga qo'shamiz aniqrog'i. Ya'ni o'sha sinab ketayotgan bo'lsak, orasiga qo'shilib, yana yangi bir bo'limlar ham paydo bo'ladi. Mana turli xil savollar ham kelyapti. Mana misol uchun Artu past chiqib qoldi, MC yuqori chiqdi degan savollar. Albatta bu sizlarda ham bo'lishi mumkin. Oldingi gruppalarimda ham bo'lgan. Bu juda normal holat, ya'ni boshlanishiga. Albatta buni rivojlantiramiz. Nima uchun bunaqa past natija chiqdi, unga diagnoz qo'yamiz va undan keyin davolaymiz. Ya'ni shunaqa bosqichlardan iborat bo'ladi. Shuning uchun xavotir olmasdan, muhimi u songacha bora oldinglarmi? Albatta yomon bo'lsa ham natija ola oldinglarmi? O'sha muhim birinchi. O'shandan kelib chiqqan holatda, demak, sekin-sekin nima qilamiz, davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, module structure review aynan shu joyi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, undan tashqari biz yana ko'rishimiz kerak bo'lgan joy, bo'lim bu prediction qismi hisoblanadi. Ya'ni biz oldingi darslarda shunchaki prediction deb o'tib ketdik. Bugun endi ko'proq to'xtalamiz. O'tgan safar esinglarda bo'lsa, evaluationga to'xtalgan edik. Bu safar predictionga to'xtalib o'tamiz. Va linear modellarni tugatdik sizlar bilan. Ya'ni o'sha hammasini emas, asosiy linear model bo'lgan linear regression va logistic regressionni ko'rib chiqdik. Ya'ni classificationga bitta va regressionga bitta algoritm ko'rib chiqdik. Ya'ni sizlar hozir classification holat bo'lsa ham model yasay olasizlar. Endi u qanaqa darajada zo'r, qanaqa darajada unumli ikkinchi daraja. Lekin har qanaqa holatda o'sha logistic regression bilan aytaylik classificationga model yasay olasiz. Regression bilan holatlarda esa linear regression orqali model yasay olasizlar. Bu ham to'g'ri holat, hozirgi holatimiz. Ya'ni ikkita algoritmimiz bor. Va albatta bularni amaliyot tomonidan sizlarga men review qilib beraman. Undan tashqari bugun oyimizni tahlilini qilamiz. Ya'ni bir oy davomida machine learning tomonidan nima o'rgandik va Python tomonidan nima o'rgandik mavzularda sizlarga bir hisobot ko'rinishida ko'rsataman va bu orqali sizlar imtihonga ham tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni imtihonda ham o'zi asli nimalardan tushadi, nimalarga e'tibor berishingiz kerak bu bo'ladi. Bundan tashqari yana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joylari bo'ladi. Ya'ni nimalar muhim. Shularga ham nima qilamiz, ko'rib chiqamiz. Demak, shu bugungi darsimizda qamrab oladigan mavzularimiz ro'yxati shulardan iborat. Shular orqali sizlarga o'sha oldimizdagi ikkita qism davomida sizlarga men shuni ko'rsatib o'taman. Ya'ni bugungi darsimizda va bu orqali o'sha anchagina qo'shimcha ma'lumotga ham ega bo'lasizlar va mana bu tahlil yordamida xulosalar va vositalar ham bo'ladi. Ya'ni mana misol uchun birinchi darsimizda bu oyda boshida qanaqa holatda edinglar, hozir qanday holatda? Qaysi mavzular, qaysi yo'nalishlar o'rganiladi? Kabi savollar bo'ladi. Xudo xolasa bularga nima qilamiz, javob olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, davom ettiramiz. Ya'ni o'sha dastlab savol-javob qismi bilan va undan keyin ichkariroqqa kirib ketsak bo'ladi. Hozir demak Danielbek, Abdurahim bilan Asadbek kirgancha sizga savol berib turaman va undan keyin davom ettiramiz. Mikrofonni yo'q olasizmi? Aha. Xo'p, demak,
O'tgangi safar biz sizlar bilan linear regressionda o'tdik. Linear regression degani nimani tushundingiz? Linear regression deganda bu linear oilasiga e, kiradi va asosan regressionga ishlatilinadi. Continuous target bo'lgan. Mhm. Ho'p, demak linear regressionda ko'rib chiqdik. Demak, bunda qanday munosabat bo'lar input va output qiymatlari orasida? Input va output u best fit line chizadi va Ho'p. shu line'da anaqa output va inputning masofasini o'lchaydida, errorini o'lchaydi. Mm. Shu chiziqqa. Mm. Demak, qanaqa holatda natija yaxshi chiqadi? Ya'ni natija yaxshi chiqqan paytda yoki teskari savol, orqada qanaqa hodisa ro'y beradi? Qanaqa holat bo'lganda natija yaxshi chiqadi? Uh, qanaqa O'sha eng hmm. bitta tekst chizilsa bu Hmm. holatda natijasi yaxshi chiqadi. Ho'p. Demak, o'sha agar chiziq bizda to'g'ri chiziqdan iborat bo'lmasa nima bo'ladi? U linear bo'lmaydi, non linear bo'lib ketadi. Hmm. Tushunarli. Demak, linear regressionda kutubxonasini chaqirib beringchi kodini aytib. Uh, from sklearn .linear нижний пробел model import linear regression. Hmm. Linear regressionda classificationga ishlatalasizmi? Yo'q, Ha, ishla- faqat logistic regression ishlatiladi. Ishlatib ko'rdingizmi? Yo'q, ishlatib ko'ring. Hmm. Yani koding tomondan qiziqishingiz kerak edi. Misol uchun, hop, man ishlatib bo'lmaydi deyapman. Hop, qani ishlatsa nima bo'ladi? O'shani ham bir qiziqib ko'rishingiz kerak. Xato narsani ham qilib ko'rishingiz kerak. Ya'ni xato holatlar bo'lganda nima bo'lishini ko'rib olardingiz. Ya'ni bundan keyingi mavzularda xato narsani qilib qo'ysangiz, qanaqa holat bo'ladi? Yani oqibatini bir ko'rib olsangiz, bu ham bilim olishni bitta usul. Buni ham tekshirib Hop, ko'rsangiz bo'ladi. hop. Hop, tushunarli. Keyin oxirgi savol, evaluation degani nimani tushundingiz? Uh, evaluation deganda predictiondan keyin bo'ladigan bosqich. Unda qanchalik shu predict qilganimiz to'g'ri bo'lib chiqqan o'lchaydi. Hmm. Hop, qaysi metriklardan foydalanib o'lchasa bo'ladi? Mean absolute error, mean squared error, R2 score de- shu uchtasi va Bular nima uchun? u Qaysi uchun? Classification uchunmi, regression uchunmi? regression uchun. Hop. Regression uchun u uchalasi ham error topadi. Yo'q, R2 score bu accuracy'ga o'xshaydi. Qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Hmm. Hmm. Yaxshi, errorlarchi? Errorlarda unda kam chiqishi kerak. Hmm. Yaxshi. Classification bo'lganda qaysi metriklardan foydalanamiz? Masalan, logistic regression. Unda report classifier Hop, o'shani class o'shani chaqirinchi kutubxonasini kodi bilan. uni ko'rmadim. Logistic regressionda ko'rdik-ku, ko'rsatib berdim-ku. Accuracy score. Accuracy score from sklearn.metrics import accuracy нижний пробел score. Tushunadi. Hop, yaxshi. Yaxshi, demak, imtihonga yaxshi tayyorgarlik ko'ravering. Albatta shunga o'xshash, shundan ozgina murakkabroq savollar bo'ladi. Yaxshi, linear regressionda, metriklarda, evaluationda tushunibsiz. Yaxshi. Endi davom ettiramiz.
Hop, demak takrorlash aytadigan bo'lsak, bizda o'sha o'tgangi darsimizda sizlar bilan asosiy ko'rganimiz savol javob va takrorlashdan tashqari model strukturasini bir takrorlab o'tgan edik va undan tashqari linear regression haqida to'xtalganmiz. Ya'ni bitta plus bo'lgan bizga, ya'ni oldin faqat logistic regression biladigan bo'lsak, u ham classification uchun edi, regression uchun bitta linear regressionni qo'shgan edik. Demak, umumiy olganda, algoritmlarni biz ikkiga bo'lganmiz. Yaxshi eslab qolsanglar bo'ladi, ya'ni linearly va non-linearly. Ya'ni agar o'sha input va output qiymatlar orasida linear munosabat bo'lsa, bu umumiy linearly bo'ladi. Agar linearly bo'lmaydigan bo'lsa, kompleks bo'ladi yoki non-linearly. Mana misol uchun o'sha agar qiymatlarimiz shunaqa g'alati tizmalar chiqib ketadigan bo'lsa, albatta bu kompleks bo'ladi, o'rganish qiyin bo'ladi. Qaranglar, o'sish, kamayish ular bo'lyapti. Lekin bunga o'xshash chiziqmi yoki bunga o'xshash holatmi yoki bu shunga o'xshagan linearli holat bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Linear regression holatiga olsa bo'ladi. O'tgan safar sizlarga mana bu 11 bo'lsa, 10-darsimizda linearli holat qanaqa va non-linearli holat qanaqa bo'lishini nima qilganman, ko'rsatib o'tganman. Demak, o'sha tizmani bir ko'rib olsanglar va takrorlab olsanglar bo'ladi. Hop, undan tashqari yana bitta holat bor edi, ya'ni misol uchun o'tgan safar ham tizmada qiymatlarni ko'rsatib berganman. Misol uchun shunaqa qiymatlar bo'lsa, hammasi ham mana bu liniyaga, mana bu laynga mos ustiga tushishi shart emas. Misol uchun ma'lum bir qiymatlar bu yoqlarda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni agar xuddi shunaqa bittasi ustiga chiqib qoladigan bo'lsa, unda bizdagi o'sha arto 100% bo'lib, errorlar 0 chiqadi. Bunaqa holat juda kam holatda. Shuning uchun ya'ni shunaqa kutilmagan holatlarni ham bilib qo'yishinglar kerak. Aytib o'tib ketganimdek, shu joylarga ham e'tibor berasizlar. Ya'ni biz best fit line topyapmiz. Eng yaxshi line, eng zo'r line. Lekin mukammal line deyilgani yo'q. Mukammallik bo'lmaydi. Shuning uchun tomoniga ham e'tibor berasizlar va evaluationda buni men koding tomonidan ko'rsatib o'tganman. Albatta buni e'tibor beringlar, yaxshiroq harakat qilinglar o'rganishga kodlarini ham. Va keyingi o'rganganimiz bu evaluation hisoblanadi. Ya'ni albatta baholash bu classification uchun alohida, regression uchun alohida bo'limlardan iborat bo'ladi. Albatta vaziyatga tan kelib chiqqan holatda sizlar o'sha classification yoki regression uchun o'zingizlar topib olishinglar kerak bo'ladi. Agar bizning holatimiz bo'yicha classificationda ko'proq accuracy score ishlatiladi hozirgi paytda. Classification report ham bor, u keyingi oylarda o'rgatiladi. Regression bo'ladigan bo'lsa, errorlarimiz bor edi, ya'ni mean absolute error, mean root squared error va undan tashqari mean root mean squared errorlar bor edi. 3 ta asosiy error holatlarimiz bor va undan tashqari arto ham bor. Ya'ni arto nima deydigan bo'lsak, arto bu o'sha mana bu prediction bo'layotganda umumiy training jarayonida qanchalik featurelarni o'rgandi bizning model, yaxshi o'rgandimi, o'rgana olmadimi, o'shani ko'rsatib beradi. Endi mana bu nimalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni errorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan kodingda ham ko'rdinglar. Misol uchun MC ni ko'radigan bo'lsak, umumiy o'sha mean squared error bo'lar edi va bizda bo'lardi y predict yoki y test bo'ladi birinchi, y test bilan y predict. Ya'ni y test va y predict orasidagi umumiy masofa bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni bu degani har doim ham misol uchun y testimiz 3 bo'lsa, predictionimiz 5 bo'lsa, 3 minus 5 deb 2 chiqarmaydi. Albatta o'zining buning formulasi bor. MCD ham, RMCD ham men buni keyingi oylarda ko'rsataman. Ya'ni bu holatimiz bizda shunchaki farq deyiladi. Farq har qanaqa holatda ko'radi farq. Har qanaqa rakursdan ko'rib chiqadi. Pastdan, tepadan, xuddi shunaqa holat bo'yicha tekshiradi. Qani yaxshi ishlayaptimi yoki yomon ishlayaptimi, o'shani nima qiladi, ko'rib beradi. Farq bu. Demak, iloji boricha bu errorlarimiz kichkina bo'lsa, ya'ni o'sha actual qiymatga prediction qiymati yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? Natijamiz yaxshi chiqishi mumkin bo'ladi. Natijamiz. Shunaqa. Shuning uchun demak biz vaziyatdan kelib chiqqan holatda olishinglar kerak bo'ladi. O'sha errorlarimiz. Ya'ni biz mana bu model improvementda, modelni rivojlantirish holatida ham biz o'sha errorlarni kamaytirish va artuni oshirish bo'yicha ish amalga oshiramiz. Ya'ni bizning maqsadimiz shu bo'ladi. Nimada accuracy score'ni ham xuddi shunaqa oshirishga, ya'ni uni natijasini yuqorilatishga harakat qilamiz va urinamiz. Bu ham juda muhim bo'lgan bosqichi va jarayoni hisoblanadi. Buni ham yaxshi eslab qolinglar va bu qisqacha o'tgangi darsimizda holati bo'ldi va yana bir bor mana bu model strukturasini sizlar bilan nima qilamiz, takrorlab olamiz.
Demak, aytib o'tilgandek, bu data collection bosqichi bor. Biz shunchaki o'sha Kaggle'dan yoki GitHub'dan ma'lumotlarni, tayyor ma'lumotlarni olyapmiz. Asli haqiqiy loyihalarda tayyor ma'lumotlar olinmaydi, uni o'rniga collect qilinadi, to'planadi, web scraping qilinadi. Chunki har doim ham bu ma'lumotlar tayyor bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Bu ma'lumotlarni biz topishimiz kerak. Turli xil sourcelardan, turli xil resurslardan topishimiz kerak. Lekin hozirgi paytdagi agar man buni boshida faqat ma'lumot topish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, juda ko'p vaqtimizni yutqazib qo'yamiz. Algoritm nima, treyning nima, bunaqa tushunchalarni bilmay qolamiz. Shuning uchun hozir biz tayyor datalar bilan, tayyor mahsulotlar bilan ishlashni o'rganyapmiz. Keyinchalik o'zimizni mahsulotimiz bilan, o'zimizni datamiz bilan modular programming oyligida o'rganamiz. Bizda 3 oylik modular programming oyligi bo'ladi. Unda ikkitasida modular programmingda data collection qilishni, modular programming holatga tushirishni o'rganamiz va oxirgi oyda deployment qilishni o'rganamiz. Shu bosqichlarga urg'u berishimiz kerak. Demak, shu moliyalar, ya'ni data collection deyilyapti-ku, lekin biz ma'lumot to'plamayapmiz-ku degan savollar bo'lib qoladigan bo'lsa, shu ma'lumotni eslab takrorlab olasizlar. Undan keyin mana pre-processing qildingizlar bilan, ya'ni o'sha tushib qolgan qiymatlarni o'z-o'zidan topish, bundan tashqari to'ldirish, encoding qilish va scaling qilishlar turi bo'ldi. Ya'ni bu o'sha bizni algoritmimiz uchun datalarni tayyorlab olish jarayoni bo'ldi. Ya'ni tayyor bizda mana bu data collection bo'lganda bizda raw data bo'ladi-da. Raw data bo'ladi va raw data keladida, mana bu yerda preprocessed dataga aylanadi. Preprocessed. Preprocessed data. Biz raw data bilan raw datani olib kelib mana bu yerga training qila olmaymiz-da. Uni o'rniga preprocessed olib kelamiz. Chunki o'sha raw datani olib kelsak, raw datamiz bu turli xil kamchilik va nuqsonlarga ega bo'ladi. Uni tozalashimiz kerak, uni turli xil bosqichlardan, turli xil filtrlardan o'tkazishimiz kerak, encoding qilishimiz kerak, scaling qilishimiz kerak. Shuning uchun farqiga boringlar. O'tgan safargi darsda aytib o'tganman, raw data nima, preprocessed data nima va mana bu bosqichlarda bizda keyinchalik mana bu preprocessinglardan keyin alohida demak feature engineering degan bo'lim bor. Unda o'sha biz hozir 10 ta feature bilan ishlayotgan bo'lsak, biz featurelarni ko'paytirish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz sun'iy ravishda. Ya'ni o'sha turli xil usullari bor, ya'ni feature engineeringda o'z-o'zidan feature mutaxassisligi deyilyapti. O'sha orqali featurelarni ko'paytirish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Va undan keyin preprocessed data bu yoqqa tushadi, bu engineering dataga tushadi. Mana engineering dataga tushadi va o'sha engineering data bilan training qilinadi. Shu moliyalar bu keyingi oylarda bo'ladi. Faqat o'sha protsess uni rivojlantirish uchun mana misol uchun hozir 10 ta feature bilan emas, 20 ta feature bilan qiladigan bo'lsanglar, albatta o'z-o'zidan natija plyus tomonga o'zgaradi. Yaxshi, shu tomonga e'tibor berasizlar va undan tashqari biz algoritmni tanlaymiz, MOS algoritmini. Hozirgi holatimiz bo'yicha vaziyatdan kelib chiqqan holatda linear regression yoki logistic regression, ya'ni classification yoki regressionligidan kelib chiqqan holatda bu tanlanadi va undan keyin model training. Albatta training qilamiz, ya'ni bu jarayon o'sha o'qituvchini o'quvchilarga o'rgatishi, tushuntirishi. Mana misol uchun men ham sizlarga hozir o'rgatyapman. Hozir undan keyingi darsimizda sizlar nima qilasizlar? Proyekt topshirasizlar, o'rgangan biliminglarga suyangan holatda himoya qilasizlar. Va finalda ham o'rgangan bilimga suyangan holatda men savolni endi ozgina o'zgartirib beraman. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bermayman. Ya'ni qanaqaki, misol uchun men ham 80 ga 20 bo'lib olganman-da. Mana bu 80% bilan nima qildim? Sizlarga treyning qilyapman. 20% bilan keyin test qilamiz. Qanaqa o'rgandinglar? Ko'rmagan, lekin sal o'xshash qiymatlar bo'ladi. Shuning uchun yaxshiroq harakat qilishinglar kerak bu joyda va keyin evaluation qilamiz, baholaymiz. Ya'ni qanaqa natija ko'rsatdinglar, qanday o'rgandinglar. Sizlar aytayapsizlar-ku javob beradi. Misol uchun 3 degan javob aytdinglar. Bu to'g'rimi? Buni to'g'rilash, uni tekshirish uchun biz evaluation qilamiz va undan keyin evaluation bosqichidan o'tgandan keyin umuman mana bu 100% datamizni ham ko'rmagan, tashqaridan boshqa umuman data olib kelib testing qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Umuman tashqaridan olib kelib testing qilish jarayoni bo'ladi va undan keyin testdan ham o'tadigan bo'lsa va biz buni nima qilamiz? Deployment qilamiz, ishga tushiramiz. Ya'ni shu bosqichgacha bo'lgan jarayonda, mana bu testinggacha jarayonda biz bizning modelimizni faqat o'zimiz ishlata olamiz. Localda, oddiy kompyuterimizda ishlata olamiz. Bu deployment deyilgani boshqalar ham ishlata olish degan. Boshqalar va boshqalarning kompyuterida ham ishlata olish degan. Mana misol uchun oddiy veb-sayt kirilyapti-ku. Veb-saytlarga www deb kirasizlar, o'sha joyda ham kimdir veb-sayti deployment bo'lgan bo'ladi.
Undan oldin ular ichkarida test qilishgan bo'ladi. Veb-sayt yaxshi ishlayaptimi, yo'qmi? Endi tashqaridan ham qolganlar ham kira olsa, ishlata olsa, bu diploma jarayoni bo'ladi. O'z-o'zidan mantiqiy savol tug'iladi. Biz model yaratyapmiz. Agar uni boshqalar ishlatmasa, nima uchun yaratyapmiz? Shuning uchun diplomat protsessi, diplomat jarayoni eng muhim bo'ladi va unda juda ko'plab tushunchalar bor. Shuning uchun buni o'sha supervised machine learningda oxirgi oyda buni nima qilamiz, o'rganamiz. Endi prediction degan asosiy joyimiz bor. Bunga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy bor. Ya'ni nima? Predictionda mana misol uchun bizda trained model bor. Trained model bo'lgandan keyin, ya'ni biz mana bu joydan keyin, misol uchun modelni biz belgilab olamiz. Misol uchun model teng aytaylik linear regression deymiz. Linear regression deb turib belgilab oldik. Keyin model deymizda nuqta fit deymiz. Va nima bilan xtrain va ytrain bilan fit qilamiz. Xtrain va ytrain orqali va bular ham preprocess bo'lgan. Mana misol uchun uni train qilgandan keyin, undan keyin predictionda nima qilamiz? Biz tekshiramiz. O'sha mana bu trainda bo'lmagan joylar bilan, ya'ni predict qilardik. Qanaqa edi? Y predictor deydi, teng mana bu yerdagi model nuqta predict qilardi deydi va nima bilan predict qilardik? X test bilan. O'zi mantiqiy o'ylaydigan bo'lsak, unseen data bilan predict qilyapmiz. Ko'rasizlar, bu model fitda faqat X train va Y trainni ko'rgan xolos. X trainda X testni bilmaydi, ko'rmagan. Shuning uchun biz unseen data bilan predict qilamiz, ya'ni qanaqa ishlayotganligini bilish uchun. Shu joyda sizlar misol uchun y predict deb turib, misol uchun model misol uchun nuqta predict deb turib, bu yerda x train bilan qilsanglar nima bo'ladi? Kelinglar shuni qilib ko'ramiz. Shu holatni va keyin davom ettiramiz. Bizda VS kodimiz qani? VS kodim ko'rinmayapti. Hozir VS kod ko'tariladi. Xo'p, qaranglar, sizlarga men alohida demak regression classification degan bitta kod olamizda, buni review qilish uchun .ipmb bor. Xo'p, shuni tekshiramiz sizlar bilan. Shuni tekshirib olamiz. Doimo yaxshi mustahkam o'rganib olish uchun nima qilinglar? Kodlarni har darsda boshqatdan yozishga harakat qilinglar. O'sha preprocessing bosqichini ham keyinchalik yod bo'lib ketadi. Albatta, u jarayonda ham ozgina joylar esingizdan chiqishi mumkin. Unda o'sha internetdan foydalansanglar bo'ladi, lekin butunlay hamma kod uchun foydalansanglar bo'lmaydi. Shuning uchun sekin-sekinlik bilan eslab qolish uchun eng yaxshi yo'l har doim kodlarni yozish kerak. Shunga e'tibor beringlar. Xo'p, demak, model review deb qo'yaman. Koding tomonidan reviewlar shu papkada bo'ladi. Shu papka orqali o'sha kodlarni bir takrorlab olishinglar mumkin bo'ladi imtihonga tayyorgarlik ko'rish jarayoni. O'zi umuman olganda bu darajada murakkab kodlar, murakkab mavzular yo'q, lekin baribir mustahkam qilib ketganimiz yaxshi. Xo'p, demak, boshida import pandas deymiz va df teng pd.read _csv va mana bu datasetni nima qilamiz? Olamiz. Space qilamiz. O'sha xato men shunaqa qilinadi degan joyimni boshqacha variantini ham qilib ko'ringlar. Misol uchun o'zingizlar dars qilayotgan davomida ham kodinglar esda qoladi va pastda error beradi-ku. O'sha errorda nima jarayon bo'layotganligini bila olasiz. Mana misol uchun qaranglar, bu yerda men aytganman. Copy relative paste dedim. Copy paste qilsa nima bo'ladi deyishinglar mumkin. Misol uchun xayolingizga kelib, o'shani qo'yib ko'rasizlar. Unda nima bo'ladi? Ko'rasizlar, xuddi shunga o'xshagan yozuv chiqyapti. Bu nima ekan deysizlar. Ko'rasizlar, bitta xato qilish ham biror yangi ma'lumotni o'rganishga sabab bo'ladi. Albatta, bu strukturani mana bu CSV faylda qabul qilmaydi. Bu alohida Unicode scape deyiladi. Buni albatta osonroq usuli bilan ko'ramiz. Xuddi shunaqa qilib ishlatayotganinglarda nima qilishinglar kerak? Uni albatta keyingi oyda ko'ramiz. Faqat hozir biz copy paste bilan olsak bo'ladi. Ya'ni copy relative paste bilan. Farqi bor bu. Copy relative paste bilan oladigan bo'lsak, mana qo'ysak, mana ishlaydi. Hozir tushirib olamiz. Copy relative paste bilan. Shunaqa. Men bu yerda shunchaki bitta example aytdim. Ya'ni xuddi shunaqa qilib ko'ringlar. Keyingi holatlarda qanaqa bo'ladi? Albatta bu sizlarda foydalariga ishlaydi. Def info qilamiz. Tushib qolgan qiymatlari yo'q. Encoding qilinishi kerak. Men buni tezroq ko'rsatib berishim kerak. Shuning uchun o'tgan safarga o'xshab uzun kodni yozmaymiz. One hot encodingdan foydalanmaymiz. Tezroq ishlab ketamiz. Shuning uchun oldin from SQL run deymanda nuqta preprocessing bo'limidan preprocessingda import qilamiz.
label encoder, encoder va min max scaler chaqirib olaman. Scaler. Mana. Qaranglar. Hozir bitta o'sha boshida aytib o'tgan narsamni yana bir sinab ko'ramiz. Ya'ni qaysi narsa ekan? O'sha misol uchun men aytdim, ketma-ketlikda aytdim, tushib qolgan qiymat, undan keyin encoding, undan keyin scaling, keyin training qilish kerak. To'g'rimi? Ya'ni preprocessing, keyin training. Xo'p, hozir encoding bo'lgan jarayonda biz training qilib ko'ramiz. Encoding bo'lmagan hali. To'g'rimi? Ko'ryapsizlar, object bor. Mana qanaqa bo'ladi? Ya'ni bir xato yo'lni qilib ko'ramiz. Sizlarga men ko'rsatib berishim kerak bor hali. Chunki to'g'ri yo'lda ko'rdik, xato yo'lda ham ko'raylik. Keyingi safar ham shunaqa xato variantlar bo'lib qolganda nima bo'lishi kerak degan javoblar bo'lsa, o'sha joyda bemalol o'ylab ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Bu ham muhim joy. Ketdi. Demak, birinchi bizga nima kerak bo'ladi? Baribir biz ikkiga ajratishimiz kerak. Demak, bizda model selection bo'ladi. Model selection import bo'ladi. Import model selectionda nima? Train test splitni, train test splitni biz nima import qilib olamiz. Va bizga xtrain def.drop qilamizda, bizning target qiymatimiz bu goals. Nechta gol uradi, o'shani ko'rishimiz kerak va axis teng 1 bo'yicha ko'ryapmiz. Mana x bo'ldi, y-imizni ham topib olamiz. Y-imiz bunga teng. Endi bizga model kerak. Ketdi from sklearn ichidan o'tgan safargi kodimiz bilan sklearn nuqta bizga linear model kerak bo'ladi. Linear model import qilamizda linear regressionda nima qilamiz? Import qilamiz. Endi biz linear regression import qildik, model deymizda nima bo'ladi? Linear. Endi qaranglar, sizlar keyinchalik algoritmlar ko'payib ketayotganda, hozir bizda bitta algoritm bor xolos. O'shaning uchun model deb ketyapmiz. Keyinchalik, misol uchun aler deb ketsanglar ham bo'ladi yoki aler model deb ketsanglar ham bo'ladi. Ya'ni birdaniga bitta faylning ichida bir nechta modelni sinab ko'rasizlar-da. Hammasiga model deb yozadigan bo'lsanglar aralashib ketadi. Shuni oldini olish uchun iloji boricha o'sha nima bilan nomini ozgina qisqartmasdan foydalangan holatda bir-biridan farqlab ketishinglar kerak bo'ladi. Eslab qolinglar. Shuning uchun hozir men aler model deyapman va aler modelni bu yoqqa nima qilyapmiz? Saqlayapmiz. Mana aler modelni ko'radigan bo'lsak, bizda mana turibdi va endi aler model bilan nima qilamiz? Train qilamiz. Fit x train va y train bo'ladi. Biz ikkiga ajratmoqmiz hali. Ikkiga ajratib olamiz mana bu joyda. Demak, x train mana, demak, ikkiga ajratmagan holatda ham nima bo'ladi? O'z-o'zidan mana ko'ryapsizlar, x train topolmaydi. Mana bu ham bitta bilim, misol uchun. Chiqib bo'lsa ham, ya'ni xato men aytayotgan narsa bu shunchaki tajribadan kelib chiqqan holatda juda ko'p ma'lumotlar insonlar hayotimizda ham xatolarni o'rganamiz, to'g'rimi? Misol uchun o'sha issiq narsani yosh bola ushlab oladi, boshqa ushlamaydi, to'g'rimi? Demak, bu issiq ekan deydi. Xuddi shunga o'xshagan holat bo'lishi kerak. Bu ham, ya'ni xatolardan. Endi bu degani har doim hammasini qilib ko'rib xato qilib o'rganamiz degani emas. Misol uchun men bu bekorga o'qituvchidan dars olinmaydi. Ya'ni xatolardan to'g'rilangan bilimlarni beradi sizlarga. 10 yilda erishadiganinglarni 1 yilda erishtirish mumkin. Chunki hamma yo'l qo'ygan xatoni qilib ko'rish emas. Men shunchaki orada ozgina shunaqa eksperiment qilib ko'ringlar deyapman. Men bu degani har doim hammasini xato kodlarni yozib, yana o'chirib, unaqa degani emas. Me'yorida, balansda, ya'ni misol uchun A variantini qilib ko'ring desam, B variantini qilib ko'rishinglar kerak. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa. Ya'ni A variantimiz nima bo'ldi bizda? Ya'ni hozirgi holatimiz bo'ladigan bo'lsa, oldin train test split qilib, keyin bu kodni yozinglar dedim. Ketma-ketlikda. Lekin u qilmadik. Qilmasdan qilsak, o'z-o'zidan nima deyapti? X train not defined. Rostdan ham X train yo'q bu yerda. Shuning uchun endi ajratamiz. X train X test, Y train Y test, Y train Y test va mana bu yerga virgul qo'yamiz. X train X test, Y train Y test va keyingisi bizda train test split bo'ladi. Va train test splitdan keyin x, y va bizda test size ni qo'yamiz. Ya'ni qancha test size'da qolsin degani 0.20% qoladigan bo'lsa, random state 42 deymiz. Mana random state 42 aniqlab oldik va endi buni training qilamiz. Qani nima chiqaradi? Mana endi xatoni ko'ryapsizlar. Nima deyapti? Value error beryapti. Oldin file not found error, ya'ni errorlar nomlarini ham yaxshi o'rganib olinglar.
Shundan kelib chiqqan holatda debugging degan narsa bor. Kodni to'g'rilashni o'rganasizlar. Hozir value errormi? Nima qiymatni xatoligini ko'rsatyapti. Chunki treyning jarayonida o'sha qiymatni o'rganishga qiynalyapti kompyuter deyapti. Nima uchun? Chunki o'qiysizlar ozgina. Doim tepadan emas, xatoni oxiridan izlanglar. Bunaqa errorni ikki nuqta qo'ygan to'g'ri tomonni izlanglar. Nima deyapti? Couldn't convert string to float. Ya'ni bizda chunki encoding bo'lmagan. Encoding bo'lmagani uchun mana bu ismni raqamli holatga aylantira olmayapti deyapti. Tushunyapsizlarmi? Demak, bizda nima kerak? Encoding qilinishi kerak. Demak, biz aytgan ketma-ketligimiz to'g'ri ekan. Shuni ko'rsatib berishimiz kerak. Tasavvur qilinglar, hozir men bitta qiymatni o'chiraman, misol uchun. Mana bu yerda misol uchun qiymatni o'chirib ko'raman va undan keyin qilsak bo'ladi. Hammasini bittadan qatordan o'chirib ko'ramiz va Ctrl C. Ya'ni shu orqali bilib olasizlar. Ya'ni qanaqa holat bo'lishini. Ya'ni hozir encoding bo'yicha kutilayotgan errorni ko'rib oldinglar, to'g'rimi? Endi nima bo'yicha, tushib qolgan qiymat bo'yicha ham qanaqa bo'ladi? Mana tushib qolgan qiymatlar bor, o'chirib yubordim, ko'rdinglar. Bu yerda mana bu yerda ham 25 turibdi, 26 yer ekan. Buni kod bilan ko'rsak ham bo'ladi. Demak, def nuqta is null va nuqta sum qiladigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin. Tushib qolgan qiymatlarimiz bor. Men bittasini o'chirib yuborganman va buni tekshirib ko'ramiz endi mana. Tushib qolgan qiymatni foydalanmasdan davom etyapman. Ko'ryapsizlar, modelni topdim va uni nima qildik? Train qilyapmiz. Demak, faqatgina encodingda muammo chiqaryapti bu yerda, to'g'rimi? Hali ham tushib qolgan qiymatni ko'rsatmayapti. Kelinglar encoding qilamiz. Oldin encoding qilamiz. Encoding qilishda men tezroq mana bu yerda label encodingdan foydalanaman. Tezroq. Demak, for call hozir natijaga urg'u bermayapmiz. Shunchaki tezroq ishlashga. Columns deymizda. Demak, if def callimiz nuqta data type teng object bo'ladigan bo'lsa, nima qilsin? Unda def call nuqta object bo'ladigan bo'lsa, buni teng deymizda. Encoder deb olgan yo'q biz hali. Demak, mana bu yerga bitta past kod ochamizda encoder deb yozib olamiz. Encoder teng nima bilan? Label encoder bilan yozib olamiz. Encoder bilan yozib olamiz mana va mana bu yerga yozib qo'yamiz. Encoder nuqta fill underscore transform qilamiz va nima bilan? Call bilan. Bo'ldi. Endi bitta tekshirib ko'ramiz. Mana encoding bo'ldimi yo'qmi? Deb info qilamiz. Ko'rishinglar mumkin, hammasi integerga aylandi. Integer zikirga aylandi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Xuddi o'sha bilan nima berar ekan. Mana ishladi. Bu yerda ishladi. Endi qaranglar. Bizda tushib qolgan qiymatdan o'tib ketdi. Bunda nima bo'ldi? Hozir buni ko'rsatib beraman sizlarga. Tushib qolgan qiymatda, ya'ni bizdagi holatimizda, algoritmlarimizda ikkita holatdan muammo bo'lishi mumkin agar preprocessing qilinmasa. Birinchi holatimizda ko'rdinglar, ya'ni mana bu xatolik beradi, error beradi to'g'ridan to'g'ri. Ya'ni kodingda error beradi. Ikkinchi holatda model yaxshi natija bermaydi. Tushib qolish qiymatlar ko'pincha model yaxshi natija bermagan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ba'zi algoritmlarimiz tushib qolgan qiymatlarni ham yo'q, tushib qolgan qiymating bor deydi. Ba'zi algoritmlar o'tkazib yuboradi, lekin natijani yomon chiqaradi. Ya'ni bizni preprocessing qilishimiz, o'sha ketma-ketlikka amal qilishimiz ikkita holatda sotadi. Sotib qo'yadi sizlarni. Birinchisi kodingda sotadi, ya'ni xatolik borligini, ikkinchisi umumiy natijada. Tushunib olinglar. Encoding ikkita holatni ham ko'rdik hozir. Encoding holatda hozir ko'rib chiqib turgan qiymatini. Shuning uchun ham demak baribir toza data bilan ishlagan, encoding data bilan ishlagan, scaling data bilan ishlaganda ishlasa bo'ladi. Scalingda koding tomonlarini sotmaydi. Lekin mantiqiy tomondan sotadi. Ya'ni ba'zi algoritmlarimiz bor, shuni bilib olinglar. Bizda scalingda tree-based algoritmlar bo'lsa, uni scaling qilishimiz shart emas. Uni og'zaki aytib o'tib ketyapman. Tree-basedda strukturasi boshqacha. Lekin linear algoritmlar bilan ishlayotganimizda, logistic regression, linear regression bilan ishlayotganimizda biz albatta nima qilishimiz, scaling qilishimiz kerak. Shuni eslab qolinglar, scaling qilishimiz muhim bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Bizda keyingi etapimizda training qilib oldik va endi yPredict bor. yPredict teng deymizda bizda alert model bor edi. Mana alert model nuqta predict deymiz va nima bilan buni xtest bilan predict qilib olamiz. Mana. Ko'rdinglarmi? Prediction qismida sotdi. Mana bu yerda nima deyapti? X'imizda nam qiymat bor deyapti. Tushib qolgan qiymat bor x da. Chunki hozir umumiy x da bor-da. Biz hozir x trainda hozir biz x testini qo'ymadik-ku.
tushib qolgan qiymatlarimiz shunaqa taqsimlangan. Qaranglar. Mana biz bu yerda nima qilganmiz? Oddiy ozgina logikani ishlatamiz. Biz trend split qilib ikkiga bo'lganmiz, to'g'rimi? Bu yerda ikkiga bo'lganimizda test size 20% ni olib qolganmiz. Mana bu tushib qolgan qiymatlarimiz ham mana bitta qatorda edi-ku, o'sha bu test size'da qolib ketgan. Test size'da qolib ketgan. Shuning uchun bizni mana bu treyning holatimiz nima qildi? Treyning holatda xatosiz o'tib ketib qoldi, lekin baribir boshida aytib o'tganimdek, natijada pand beradi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun uni o'sha birinchi bo'lib tushib qolgan qiymatlarini nima qilishimiz, to'ldirib ketishimiz mumkin. Shunga o'xshagan tushib qolgan qiymatlarni yana bir eslab olamizda, oz tushib qolgan qiymatlar bo'lsa, buni eng zo'r yo'li bor edi. Ya'ni nima qilamiz? Def drop na qilamizda va asosiy kodi in-place teng true qilamiz. Xo'p. Va endi def tekshiramiz, qaranglar. Def info qiladigan bo'lsak, tushib qolgan qiymatlar bo'lmadi. Mana hammasi to'la. Endi shu kodni teramiz. Ya'ni encoding ham qildik, tushib qolgan qiymatlarni tozaladik va endi mana prediction'ni berishimiz mumkin. Prediction beryapti bizga. Tushunolinglar, demak, o'sha xulosamizni oladigan bo'lsak, ya'ni preprocessing etaplarini, ma'lum birlarini tashlab ketish yoki hammasini tashlab ketish kodingda stepga olib kelishi mumkin. Kodingni to'xtatib qo'yamiz. Ikkinchisi, mantiqiy tomondan to'xtatib qo'yish mumkin. Hop, qaranglar. Endi bizda x test bilan predict qildik. O'zi asli buni tushuntirishimiz sababi mana bu yerda edi. Ya'ni x train bilan qilsa nima bo'ladi degan narsa edi. O'shanga yetib kelyapmiz. Shu kodni olamiz kopiya qilib va mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, x trainga qo'yamiz. Endi y predictni ko'radigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin. Qiymat chiqaradi. Ikkalasi ham chiqaradi. Lekin Y-train bilan test qilish, prediction qilish qanaqadir mantiqsizlik. Chunki trainda bu ko'rib bo'ldi-ku. Y-predict biladi bu. Ya'ni aytyapsizlarda test berib, imtihonda shu savollardan tushadi, shunga tayinlan degan narsa bilanda. Aynan shu savol hammasi tushadi birma-bir. 10 ta savolni beradi va o'sha 10 ta savol bilan javob olish imkoniyatini beradi. Bu mantiqsizlik. Shuning uchun biz mantiqiy bo'lish uchun x test bilan prediction qilamiz. X train bilan qilsa ham kodi ishlayveradi. Mana hozir o'z sizlarga ko'rsatib o'tdim. Lekin haqiqiy modelni tekshirib olish uchun. Chunki biz metriklarni tekshirayotganda nima qilar edik? Endi keyingi metrik ko'targan bo'lsak, from sklearn matrix desak, matrix import qilamizda r2 score import qilamiz va mean absolute errorni istalgan birini ishlatib ketsak bo'ldi. Har doim hammasini ishlatish shart emas hozir holatimiz. Mean absolute error. Mana. Endi buni kodini topayotganda qanaqa qilardik? R2 dedik, esingizda bo'lsa R2 score va qavsda ichida y test va y predict qilardik. Ko'ryapsizlarmi? Demak, mana bu y predictning o'rni bor-da. O'rni bor. Unda nima qilyapti? Bizda hozirgi holatimizda inconsistent number, ya'ni input qiymatlarimiz teng emas deyapti. Albatta bu hozir bo'lishi mumkin bo'lgan holat, chunki hozirgi y predictionimiz x train bilan bo'lib qoldi. Shuning uchun x test o'zi bilan qilaylik. X test bilan mana x test bilan, chunki x trainimiz x test bilan qilganimizda o'z-o'zidan ozroq bo'ladi va albatta ustunlarimiz bilan qatorlar soni teng bo'ladi. Hozirgi xatolik berganimning sababi ustunlar va qatorlar soni xato bo'lib qoldi, teng bo'lmadi. Teng bo'lmasa ishlamaydi. Chunki esingizda bo'lsa shape qolinglar deb so'raganman boshida. Def shape qilib tekshirib olishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, shu joydan davom etamiz. Hozircha 10 minut tanaffus qilamiz. Tanaffusdan keyin ko'rishamiz.